Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana bugun batafsil xudo xolasa Mobile'da video qilamiz. Ayni paytda sifatli juda yaxshi xizmat qilib borayotgan telefon magazinlarida. Bu qancha bo'ldi shu 1 yil o'tdi ya? Qancha 1 yil bo'lyapti. Hali 1 yil bo'lmaymi? Yo'q. Lekin shu xudoga yaxshi tanildi. Omadingiz bersin. Men sizni lekin barcha shuncha kutdim. Bu sim karta olg'am yo'qman. 2 telefon to'la telefon olib keldingiz. Haznon yangisini hech kim topolmaydi bu. 14 Pro Max bu zakazman keldi. 1 terabaytligi. Oh, Pachka. Buning yangisini birinchi aydan agar brendda mana shu 14 Pro Max'ning yangisini topsa, qantinursin. Skikga qilib beraman yana. Steklo chiqib blokdan. Shular do'qlar 11 ming soatladi, shundan ham ashim qilsa savoyim qilib ketaveraman. Yo'q, bular rasmi nechta qo'yasan xudo xolasa. Yo'q, u zakazman kelgan. Ol o'zi skladda redga kelib qoladi. Shunda ushlab qolaman-da olib kelaman. Bitta yarimta bo'lib qoladi. Zakaz berish uchun Telegramga murojaat qilsam? Ha, Telegram, WhatsApp kanaliga murojaat qilasizlar. WhatsAppga yozsa lutchi. Ha, WhatsAppgami? Shu ekranda raqam WhatsAppga yozasiz. Bizga shu telefonda shuncha hamiyati, shunchasidan bo'lsin deb. Bunda hamma ixtiromat bo'lsin nega? Biz bu kecha ixtiro ko'rsatdim. Men buni jangoq chaqdim. Yo'q, Biz haqiqatan ham zo'r ekan-da. Nima jangoq chaqdingizmi? Chaqdi. X9 demi? Ana shu jangoq chaqdi. Chaqdi. Hozir ochib chiqarsan, o'sha chaqadi. Yo'q, ha? Ha, bu ochilgan yo'q ekan, bir paket olgan. Hamma ochmaymiz. Bu qarasangiz ochib bo'ladi. 23900 ekan. 12 ga 256, 23900. Endi bilmadim, bizda qimmatmi, arzonmi ya? Men endi boshqalarning mana guvohami yo'q, kuzatganlar, to'g'risi. Buning yana 8 galigi bor. 8 ga 256ligi. Bo'lgancha. 21800 dan. 21800. Ha, bu 23912lik bo'lgani uchun. Bu 12 bu baquvvatroq, yanada baquvvatdan. Ha. Lekin yaxshi telefon ekan. Suvda ham, boshqasida ham eng hozircha o'zimizda musofirlar kelib, kecha o'shanda bir 100 dan ziyod olib ketishib ketadi. Ha, bu o'z trendda. Ha. Rosa ko'p ketadi. Infinix ham zo'r ketadi bu yerda. Infinix? Ha, Infinix bor. Note Pro bu yangi chiqqanmi deb oldin yo'q edi shu. Bu yangi chiqqan. Mana qoldi shuni. Bular shunday chidamlimi? Ha. Kinetiga xalaq beramiz, birim ketmas. Hamma yo'q, ko'raveringizlar. Birim ketdim, hamma eshikka chiqib turibdi. Xo'p. 20 ming kerak edi. Bular pachkalari bular. Ha, bular hammasi pachka. Qarang, mana bu X9 C's ham bor. Bu 10 dan ham chiqimbatroq. Nima bilmayman lekin. Bu 12 ga necha, lekin adashib qo'ymasin-da, mo'j bunman jangoq chaqaman deb sindirib qo'ymasin. X9 deb olish kerak-da bu. Tamam, men C'sini jangoq chaqaman. Bular ham chaqsa kerak, shu guruhning o'zi bo'lsa kerak-da. Ana endi asta Samsung o'tamiz. Hozircha men nazarimda eng ko'p mana shu qishloq jamiyatida ishlaganlar mana shu Samsung gruppasi. 56, 17 ham chiqdi, 17. iPhone ishlatadiganlar bari bular red bunday qanda-da. Siz shunday deb o'ylaysiz do'stim. Hozir buni iPhone, Samsungning lyubitellari ham iPhone o'tib ketyapti. Yo'q, chunki Samsungni ishlatishga oson-da, buni Android emas, u katta farqlari tushunmaydi-da. Ko'plar tushunmaydi, ko'rgani ko'plar tushunmaydi. Lekin hozirgi endi mobilni olib попробовать qilib ko'rsa, ma'qul kelmasa, yana qaytarib olib kelsa, yana Samsung beraveramiz. Ne variantlari ham bor. Samsunglar bu yerda, значит, B3 ning varianti bor va yangilari bor. Ha, yangisi ham bor, B3 ham bor, har xil. Libboyga 5 ga 1 podarkasi bor. Qarang do'stim. Mana telefon bor bu. 1 terabaytlik iPhone 16 Pro Max. Men yana bir video chiqarganman. 13 Pro Max 1 terabaytlik. Men yana bitta video chiqarganman. Ana shuni kim 1 terabaytlikdan olsa, qaysi telefon desam, mana yangi eng pastlarda chiqqan 07 bor-ku. Mana shuni qo'shib beraman. Podarka. Besplatno podarka, mana shuni qo'shib beraman. Nodan kimdir olsa-ma terabaytlikdan. 1 terabaytlikdan kimdir olsa, mana shu 07 ni qo'shib beraman. Biton onun o'tish qilib hammasi. Hammasi beriladi, ya'ni qo'shib. Ular отказ qilinmaydi. Yo'q. Ular отказ qilmaydi. Steklo chiqol blokdan. Siz o videoni bir ko'rsangiz, men bir arzonroq telefon aytdim. Ol bir 5-6 ming turgacha. Hozir 10 ming turi. Shu 10 minglikda endi sizni kelgansiz, hurmatingiz, sizning obunachilaringizga biz boshqacha hurmat bor. Hay, shu gap kelganda aytib o'tishimiz, odam o'ziga o'zi ta'rif berishimiz, shu Tojikistonda ham jirdim, shu Mobile shu magazin chiqarganmiz. Juda ko'pchilik aytdi, telefon olganmiz dedi. Bir ikkovini video ham qilgan edim. O'rtada bir haligimni parolni unutib qo'ydim. Shunda o'chib ketdi, videolar qo'yaman deb. Reklama bormi? Mobile biz olganmiz dedi, shu yoqdan kelgan ekan.
Hayır nima deydi? Haylab Ko'pchiligi qo'ymoqchi. masalan telefon orqali normal shu musofirlar kelib, bir yil shu o'zi kommentariyada ma'lumda bu narsa. Polностью kelib shu yerni xarid qilib odamlar olib ketyapti. Пожалуйста, mana ketishdan oldin mana padarishni telefonlar ham bor, uni bunday telefonlar ham bemalol olib kelib xarid qilishingiz mumkin. Metro Kotelniki 6-yilda, 2-yilda chiqib kelgan joyda hamma amalarni taklif etib qolamiz. Bizni videolarimizda shu bor gapni shuni barcha aytib kelagan, shundayni o'zi o'tib olamiz. Kelamiz ko'p magazinlarga boramiz, ssenariy qilib video qilmaysa bo'lmaydi. Ssenariy shart emas. Stilni jo'natgan yo'qman-da. To'g'ri tushuntiramiz. Qanday deysiz? Realni kadrdan tashqari ayting, qanday deysiz? O'tkir ekan sani. O'tkir imlosini bir ko'ringda. O'tkir. Yo, lekin необычный. Nima sen bor-da? Bu серьезный raqtapchi. Bu endi imlosini ko'ringda. O, Ha? ana bu zo'r ekan. Ha, podarka sizga Bu bo'lsin. o'tkir. Nassam, lekin bu gapshim boshqacha. Bu bilmadim, otinim ol. Otinim olsa bu ot ekan, otning surati bor ekan. Ot ekan oti. Shu podarka bo'lsin sizga. Bo'laman. Lekin nassam shunday desa ma'qul bo'lmaydi. Mana. Podarka uchun katta rahmat. Demak, duxlarni ham bosyapsiz. Duxu любой xil nima bo'lsa, Endi mobil faqat telefonda yo'lga qo'ygan, yana nimalar bo'lmasa, duxu oldingi payt yo'q edi. yo oldin yo'q edi. Oldin Bu yo'q. asta klientlar nimani xalayapti? Shu narsani biz harakatga yetkazib Shu beryapmiz. yerga kelib bitta telefon emas, duxullarim lekin nassam bir vaqt mana shuni bor. Endi hidi lekin o'tkir emas, masalan o'rtacha Bu ekanda. o'tadek Batkir emas. batkir emas. Aha. Hidi qo'lda qoladi. 48 soat turadi. Bu originaldan. Mana sizning janob badkurlik dedingiz ku, bu очень серьезно. Men badkur emas, bu Hamroh qahva desa, bu может bilgichlar biladi. Ana 11 ming sotiladi, mana 9 ming sotiladi. nima? Shu yerda men sizga qimmatrog'ini aytdim, ol badkurlik dedingiz, nima bo'lsin. Xo'p, degan shuna ketsin. Yo, menga baribir bu ma'qul. Ya bu menga ham ma'qul bo'ldi. Har kim dedi. Buni jamonimiz ekan, masalan, hidlaysan, o'tkir, yana hidlagan kelyapti. Buni серьезно kiyingan paytingiz sevib Shu birdan oltin hub o'tkazsa lekin boradi. O'tkir ekan bo'ladi. Ular. Hay, demak, mana duxular yana boshqalari ham bor ekan, mana mono ham bor ekan. Bu nima mo'l bo'lsa ham. Mana ham bir ko'ring. Agar shu ma'qul bo'lsa, shuni olib keting. Yo, men baribir buni qol baribir esimda. Ha, ana shu ondan ko'proq olib kelishimiz kerak. Yana bor ekan, yana. Haqiqatan ham mana shu attrasim bor. Mana shuni kengizlar, mana shundan xarid qilib olsangiz, menga nassamda shu lekin ma'qul bo'ldi. Sizlarga ham qalaman shu yerda. Ha, boshqa yana undan tashqari monodeyneri ham bor ekan. Xullas, duxular ham ancha g'ana kelib qopti. Пожалуйста, kelib. Do'stim, men iPhone 13 Pro Max'ning 512si bor-ku. Shuni olganda men shu duxuni qo'shib bersam nima deysiz? Podarka. Joljoniki aksiya. Yo, sizda lekin podarka o'zi ko'payib ketdi o'zi. Yo, itak hamma 5 ga podarkasi bor. Joljoniki, ya'ni shu duxuning libboyni tanisi qo'shib beraman. Nima? Libboyni qalasini 11 mingga, qalasini 9 mingga. Aytapman-ku, podarka o'zingizga bir narsa qoladimi endi? Endi sizning obunachilaringizga picha endi hurmat boshqacha. Gap yo'q. Hay, e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat. Shu videorolikda bir maksimalni tarqatib qo'yinglar. Mana shu narsadan xabardor insonlar kelib, bemalol mana shu yerga kelib olib ketishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlari ham bor aytganda, bemalol mana shu Revojaga dastlabki o'zi olib beryapti. Imkon boricha o'zi chim bo'lmaganini jo'natyapti pochta orqali. Hay, e'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat qilamiz.